Do'stlar, hozir men Farg'ona viloyatini Andiqo'y tumanidaman. Xususiy maktabda Yangi yo'l nomli. Bu yerda mingdan ortiq o'zbek bolalari darslarni o'tishadi va ularda haftada 3 soat o'zbek tili saboqlari bor va men sizlarga afg'on maktabida bo'lib bu yerdagi sharoitlarni ko'rsataman. Bu video hech qaysi O'zbekistondagi bloger tomonidan hali tayyorlanmagan. Shuning uchun eksklyuziv videoni albatta meni kanalimda o'tkazib yubormaslik uchun bu videoni ko'rishdan oldin albatta like bosing va do'stlaringizga ulashing. Afg'on maktabi o'zbek blogeri nigohida. Ketdik. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Xush keldingiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zbekistondan keldik sizni ko'rishga. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Qadamlaringizga hasanot. Nima qilamiz? Kiramizmi? Hamma uyga chiroqqa kelib bemalol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Aziz va qadrli mehmonlar, bizning Yangiyo'l xususiy o'rta maktabimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum Asadulla aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum sizga. Yaxshimisiz? Bizni bugungi Yangiyo'l xususiy o'rta maktabimizga O'zbekiston Respublikasidan xush kelibsiz. Qadamlaringizga o'tkir hasanotlar bo'lsin. Rahmat, ustoz. Men Said Asadullo Bashosh, Andiqo'y tumani Farg'ona viloyati yoshlardan biri. Albatta hozir ko'rib to'xtabsiz, Yangiyo'l xususiy o'rta maktabini o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi. Qolaversa bularning ham sport sohasida, farhang sohasida murabbiysi. Hozir kunda bizni Yangiyo'l xususiy o'rta maktabimizda 1500 talabaga yaqin yosh, ya'ni o'g'il va qiz bolalar ta'lim oladi. Kunni qaysi paytidan boshlab nechigacha o'qishadi bolalar? Albatta bizda O'zbekistonda men o'zim ko'rib kelganman, o'sha 9-sinf A, B sinflarga dars o'tib kelganman, bir sinflar bir kurs bo'yicha. Qayerda dars bergansiz? Men Surxondaryo viloyatida 11-maktabda dars o'tganman. Termiz shahrida. Termiz shahrida biz o'sha amaliy ishimiz bajarganmiz. Hozirgi kunda bizlarda ertangi, ya'ni ertalabki vaqtimizda soat 8:15 da qo'ng'iroq chalinadi, 12 da ruxsat bo'ladi. Ya'ni ertang tarafi o'qiyotgan bolalar, qiz bola va o'g'il bolalar bo'lgan. Lekin sinflari alohida. Abitdan keyin 12:15 da qo'ng'iroq chalinadi, soat 4 da ruxsat bo'ladi. Albatta bunda ham shunday, ham o'g'il bolalar, ham qiz bolalar to'liq bir sinflari alohida dars olib boradi. Keyin, marhamat. Va alaykum assalom. 5-A sinfi. Hozir o'zbek tilini o'qiydi bulardan 12 fanga yaqin bular fanlardan dars olishadi. Bularning ichida asosiysi o'zbek tili ham bor. Har haftada bularga 3 soat o'zbek tili dars o'tiladi rasmiy shaklda. To'garaklar bor, farhangiy to'garaklar bor. Masalan, tadbirlar bo'ladi. Bularda tadbirlarda har bitta yigit, qiz bola, o'g'il bola faol qatnashib ular faxriyorlik oladilar. Bular har bittasi taqdirnoma, sifatnoma, rahmatnoma oladilar. O'sha eng yaxshi zo'r bolalarni, qiz bolalarni biz tashqaridagi viloyat bosqichi, kerak bo'lsa qo'shni viloyatlar bosqichida tadbirlar bo'ladi, ularga qatnashtiramiz. Ular o'sha yerda ham o'z, ya'ni tarona jamoamiz bor, Navoiyxonlik bo'ladi, Boburxonlik bo'ladi yo boshqa til tashabbuskorlari tomonidan o'tgan to'garaklarda bular faoliyat olib borib, har bittasi Xudoga shukr biz tepa kitobxonada ko'rasiz, bizda kubiklar bor. Birinchi, ikkinchi o'rinli kubiklar bor, ularni ko'rasiz. Har bittasi shu Qo'noq va Zukkov talabalarimiz orqali maktabimizga kirib kelgan. Bu yerda bitta sinfda nechta talaba o'qiydi? Nechta o'quvchi o'qiydi? Endi bitta sinfda biz to 40 gacha yaqin talabalarni bizni kiritganmiz, sinfda dars olib boradi. Eng kami 15 ta talaba, eng ko'pi 40 ta. Nima uchun 40 ta? Agar taqozo ko'p, o'qiyotgan sinfni ko'ramiz. Qay shaklda ustoz boshqarib biladimi, boshqarib bilmaydimi? Alhamdulillah ustozlarimiz 40 emas, balkim 40 ustiga yana 40 ta qo'shsak, 80 ta bolani ham ayni paytda darsni yetkazib berib biladilar. Shuning uchun kayfiyati yaxshi, a'lo o'rinli bo'lgani sabab bu talabalarni 30, 25, 24, 18, 15 shuni har bittasini o'z bilimiga qarab, ya'ni o'tishiga qarab, qay shaklda tushunchasiga qarab biz joylashtirdik.
Va alaykum assalom. Bular nechinchi O'tiring. sinf ustoz? Bular 7-sinf. Ingliz tilida gapirasizmi? Matinjon, ana bor Matinjon. ekan. O'zingiz tanishtiring, ingliz tilida tanishtirasiz, xo'p? My name is Mateen, my father name is Aminullah, my last name is Nazari, my mother's housewife, my father is brain doctor, and I want to doctor in my future. How old are you? I am 11 years. Qani qarsak, olqishlaymiz. Bular uchtalab o'tirishadimi, ustoz? O'zi kichkina bo'lgani uchun 3 ta rohat bemalol o'ltiradi. Shularga mo'ljallab bizda stol sotganmiz. Kattaroq mana 7-sinflar bor, katta baquvvat u biroz gavdasi katta bo'lgani uchun ikkita o'ltiradi ularni. Agar stolga 3 kishi kelsa, bizda biroz o'sha sonni ko'paytiramiz. Agarda 2 kishi kelsa, sonni kamaytiramiz. Hozir bu sinfda nechta bolalar bor? Bu yerda 36 ga yaqin o'zi bularni o'sha ro'yxat yuzidan. Endi sizlarda avval bog'chaga boradi, undan keyin tayyorgarlikka boradi, undan keyin maktab chiqadi-da. Bu yerda qanaqa Bizlarda ham hozirgi sharoit shunday bo'ldi. Xuddi shu O'zbekiston tizimi yoki chet davlatlar tizimi qanday bo'lsa, birinchi bog'cha, undan keyin bizlarda Kodakson deyiladi, undan keyin omadagi yoki tayyorlab beradi, siz maktabga tayyorlab beradi. 2 yildan keyin yoki birinchi sinfdan maktabga o'tadi. Ya'ni 4 yoshda kelsa, 7 yoshida o'sha haqiqiy va qonuniy yoshini to'ldiradi, u maktabga 7 yoshdan o'tadi. Hozir bu bolalarning yoshi hammasi bir xilmi yoki har xilmi? Har xil. Chunki biror kisidan o'sha zehni yoshlikda o'tkir bo'lgan, birortasiga 5 da o'tkir bo'lgan, 6 da shunday bo'lgan. Bizni maktabimizdagi yoshga qaramayapti. Hammasini talanti, Xudoga shukr, yoshdan ko'ra talant tez o'syapti bularning. Necha yoshdan necha yoshgacha bu yerda bolalar? Bular eng kattasi 16 gacha bor. Birozgina bolalarki bor, kechroq maktab bo'lgan yoki maktabda yiqilib qolgan imtihon sinovlarda Bu qolgan. sinfdachi? Bu sinf necha yoshgacha bolalar? Bu sinfda ham eng kattasi 13-14 gacha boradi. 13 yoshgacha boradi. Bolalar ham bor, ha? Bor, ha. Bahromjon, necha yoshingdasan? 17 yoshda. 17 yoshmisiz? Ismim Barakatullah. Barakatulloh. Siz hozir Matinbekning eng yaqin o'rtog'i sizmisiz? Avo. Nimasi yoqadi sizga Matinbekda? Matinbekni yaxshi dars o'qisa, hammaga ham devor ko'maklashadi. Darslar. Siz yoshingiz nechida? 12. 12. Siz Matinbekdan katta ekansiz, ha? Avo. Ha. Mana hozir Bahromjonni ko'rdim, uyalyapti-da, nimagadir? Nimaga uyalyaptilar? Chunki darsni bilmaydilar, yangi kelgan. Yangi kelgan, ha? Sizlar hozir bu yerda sen kattasan deb uni urishmaysizlarmi? Yo'q. Unaqa qilmaysizlarmi? Yo'q. Shoqlik qilmaysizlarmi? Maktabdan keyin nima bilan shug'ullanasiz? Kursga ketamiz. Qanaqa kurs? Riyoziy, ingliz idari. Qizlarga faqat qizlar, mana ayollar dars o'tadimi yoki erkaklar ham kirishadimi? Yo'q, ayollar, faqat ustoz ayollarimiz. Ayol ustozlar. Siz o'qitmaysiz-a, ustoz ularni, qizlarni? Yo'q, hozir emas. Mana bu ichkaridagi ta'mirimiz borku, faqat ayollarga ma'lum beradi. Va tashqaridagi hamma erkak bolalar va ustozlar ham chiman erkakdir. Dars paytida faqat qiz bolalarga ayol ustozlar, o'qituvchilar o'tadi. O'g'il bolalarga erkak ustozlar o'qituvchilik qiladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ustoz? Charchamayapsizmi? Mana qizlarning alohida bir joyi bor ekan. Bu yerga kirib ketyapmiz. O'ltama joyda. O'lta. Mana qiz bolalarning sinfi eshikni ochamiz. Rahmat qizlar. Charchamayapsizlarmi? O'tiringlar. Meni ismim Madina. Otam Moti G'iyos Rangmor. Men maktabi xususiy Yangiyo'lda o'qiyman. Qanaqa fanlarni o'qiysiz bu yerda? O'zbeki, inglizi, riyoziy, Qur'oni Karim, sayns, ijtimoiyat. Meni ismim Oysha. Otamning ismlari Muhammad Yusuf. Men oyandamda pilot bo'lmoqchiman. Uchuvchi bo'lmoqchi kelajakda. Bu yerda qizlar maktabdan keyin nima qilishadi? Mullaga ketamiz. Uylarimizda ishlarini qilamiz. Onalarimizga, opa-singillarimizga ko'mak qilamiz. Salom. Welcome.
otim Go'zal, otamning otlari Sayfullo, mening yoshim 13. Men katta bo'lsam shifokor bo'laman. Afg'onistonda qizlar ta'limi hozirda 2 bosqichga bo'lingan. Rasmiy tartibga ko'ra, qizlar 6-sinfgacha davlat va xususiy maktablarda tahsil olishadi. Biroq 7-sinfdan keyin, ya'ni 13 yoshdan boshlab maktab eshiklari ular uchun yopiq. Bunday sharoitda o'quv markazlari asosiy bilim o'chog'iga aylanadi. Maktab yoshidan o'tgan qizlar aynan shu yerda ingliz tili, matematika va kompyuter savodxonligi kabi fanlarni o'rganishni davom ettirishmoqda. Ta'lim dasturida ham o'zgarishlar bor. Fizika, kimyo va biologiya kabi fanlar soatlari qisqartirilib, o'rniga diniy fanlar, fiqh va hadis darslari ko'paytirilgan. Musiqa va tasvir san'at darslari esa o'quv rejasidan chiqarilgan. O'zbeklar yashaydigan hududlarda ona til darslarini o'tishga rasman ruxsat bor, biroq yangi darsliklar chop etilmayotganligi sababli bu darslar asosan o'qituvchilarning shaxsiy tashabbusi bilan eski kitoblar va qo'llanmalar yordamida o'tilmoqda. Bu yer bizni maktabimizni laboratoriya xonasi. Mana shogirdlar dars jarayonida keladi, agar biror video bo'lsa, televizorda, kompyuter orqali bo'lib qo'yiladi. Undan keyin kerak o'sha buyumlar, narsalarki darsda kelgan, ko'z bilan ko'rib, yaxshi o'rganish uchun har xil mavod shu bizning kitoblarda kelgan, o'sha davlatimizni qonunida, muorib chavkotida, muorib sohasida ishlatilayotgan bergan hujjat yuzidan, ro'yxat yuzidan biz tayyorlab qo'yganmiz. Bu yerda taqriban bizning 400 mavodimiz bor. Shu shogirdlar, o'quvchilarni talablariga javob beradi. Endi marhamat keling, mana bu bizning maktabning kitobxonasi, ya'ni kutubxona. Mana kitoblarni ko'rasiz, hammasi o'zbekcha tilda yozilgan, har kishi haqida yozilgan. Masalan, mana bu Navoiy bobomizning xamsalari. Juda katta hajmda chop bo'lgan, juda qiymatli ganj bu. Mana bu Andijon o'lkamizning tarixi. Andijon o'lkamizning tarixi 1 yil oldin chopdan chiqdi. Mana bu bor shu o'z Andijon ustozlarimizdan Andijonda yashayotgan buyuk doktorlar hozir O'zbekistonda yashayaptilar. Doktoram diplomini ham oldilar 4 tilda. O'zbekcha, ingliz, dari va qolaversa pashto tilida, ya'ni o'zbek so'zlari o'zgartirilgan tarjima bo'lgan. Hozir bolalarga haftada 2-3 soatdan o'tiladi o'zbek tilida deysiz. Shunday. Ular arabiy yozuvni o'rganishadi, to'g'rimi? To'g'ri. Lotincha emas. Lotincha emas, ammo men shu bir to'garagimiz bor. Bu chunki lotin kitoblarimiz yozilgan, o'sha qo'limizdagi manbalarimiz arab tilida yozilgan. Chunki bolalarimiz ham, shu o'quvchilarimiz ham arab tilida yaxshi ko'z o'rganishib ketgan. Ammo lotinchani bir to'garak boshqacha maktabdan tashqari sohamiz bor. Bu yerda 20 ga yaqin qiz bolalar faqat lotincha tilda o'zbek tilini o'qishadi. Taqriban 6 oy o'qidi bular. O'zbekchani zo'r yezib ichadi. O'sha bizning direktorimiz Oybek Abdumonovich Ro'ziyev bor edilar, aytdiki, siz qurt bo'ling. Bular qurt bo'lganda hozir. O'zbek tilini yaxshi o'rganishib olgan. Bu kitobxonamiz kichkina bo'lganmi, ammo ichi to'la ganj. 1000 ga yaqin kitobimiz bor. Har xil kitoblar, diniy, huquq sohasida, iqtisod sohasida, kerak bo'lsa doston, qisqa dostonlar. Kirilcha bor ekan-ku. Kirilcha ham bor. Atfollar to'plami, diniy kitob bor ekan mana. Mikroskop ham ishlaydimi, ishlatasizlarmi? Ishlaydi. Ikkita bor bizda. Bu iska. Endi yangi model u yerda. Agar xohlasang olib ko'rsataman. Ishlaydi. Ko'rsating, biz Afg'onistonda mikroskop ishlatmasligini bilib ketaylik. Afg'onistonda dunyoga chiqqan narsa birinchi Afg'onistonda ishlatiladi kelib. Amaliy faoliyat shu yerda bo'ladi. Texnologiya juda rivojlangani uchun mana buni yangi soatini olib kelindi maktabimizga. Faol elektronik o'zi. Buni faqat o'sha har soat darsidagi masalan kimyo o'qituvchisi yoki biologiya o'qituvchisi keladi, yo fizik dars soati bo'lganda ustoz o'zi kelib, talabalarni bu yerdan terib, o'sha nima buyum kerak bo'ladi, nimani ko'rmoqchi, bular virusni ko'rmoqchimi, bakteriyani ko'rmoqchimi yoki selak hujayrani ko'rmoqchimi, o'sha ko'rgan paytda cholon qilib olib, yoqadilar-ku, o'sha kerak mavodini ko'rib, o'sha talabalarga yaxshi tushunarli bo'lish uchun ish oladilar bulardan. Bismillahirrahmanirrahim. Mazmun o'zbeki. Yuk tashuvchi vositalar. Ot,
eshak, xachir, tiva, aroba, o'tgan zamonlarda borish, kelish va yuk tashish uchun ko'p qiyinchiliklarga uchrar edilar. Endi nima narsalar bor? Tayyora ham bor, mo'taram bor. Bu mening o'zbek tilim, bu ona Turkiston tili. Bu mening faxrim, g'ururim, o'zligim Turon tili. Bu so'choq tilda Navoiy Bella Bobur so'ylagan. So'z yuritgan Munda Sino, bu Abu Rayhon tili. Ulug' Tengri taoloti bilan O'zbeki mazmuni. Quyosh foydasi. Hayvonlar, qushlar va o'simliklar va barcha narsalar quyoshdan bahra olib yashaydilar. Alifni o'rgating menga. Bu alifmi? Hop, alif, mana bu yonidagisi-chi? B mi? B. 3 ta nuqtami bu? 3 ta nuqta. Yangiyo'l xususiy maktabida oylik to'lovlar 70 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ekan, ya'ni bizning so'mimizda. Va bu yerda yana qo'shimcha 60 ming so'm to'lov olinadi. Bolalarni uyidan maktabga, maktabdan uyiga olib borish uchun 15 ta avtobus kutib turadi. Har kuni mana shu 2 smenada bolalarni haydovchi olib keladi va olib ketadi. Xullas, bu yerda ota-onalar o'zlarini, bolalarini, farzandlarini ancha xavfsiz his qilishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan deyshmoqda. Do'stlar, biz hozir Farg'ona viloyatining markazi Maymana shahridamiz. Bu yerda Oqyo'l xususiy maktabiga keldik. Bu maktab o'zbeklar tomonidan, Afg'onistonning Maymanani o'zbeklar tomonidan tashkil etilgan va 800 ga yaqin talaba 1-sinfdan 9-sinfgacha tahsil olishadi. Mana bu shogirdoy maktabda taqriban 3 ro'z 4 rozdan beri bular hammasi sizga intizor ediki, o'zlarining mehmonimiz keladi, hamzabonimiz keladi. Bular sovqatadi. Bularni ichkariga kirgizaylik. Inshaalloh boradi. Olgullarni Azroilga gullarni beringlar. Bel bitta gullarni. Rahmat. Rahmat. Inshaalloh. Rahmat sizlar. Rahmat. Bular rahmat. Bular shu maktabda o'qiydilar bular hammasi. Shu yerga o'qiydilar bular shogirdoy maktabda. Taqriban 809 shogird bor bu yerga o'qiydi sinf avvaldan to sinf nugacha. Qanaqa she'r o'qib berasiz menga? Ulug' Tengri taoloti bilan qaro sochim maydalab o'rgan onam, men ketganga intizor bo'lgan onam. Men ketaman zo'ri Xudo zulm bilan, oqsutiga rizo bo'lgan jon onam. Yugurib chiqdim jaloyi boshiga, kokilim tushdi ko'zimning yoshiga. Borib ayting oqsut bergan onamga, rahmi kelsin qaro ko'zim yoshiga. Rahmat. Rahmat. Aynur. Aynur, necha yoshdasiz? Necha yoshgasan? 7. 7 yoshmisiz? Nechinchi sinfda o'qiyapsiz? 3. Men Elnoz Ehson tayyorlagan she'rimni o'qiyman. Har millat uchun ona tili ruhi ravondir.
ona tili ya'ni ki ulus jismiga jondir. O'z ona tili kimligidir har bir ulusning, har xalq uchun ona tili shavqat shondir. Ey o'zbegim, asra sevib, o'z ona tilingni ajdodlaringdan senga bu ezgu nishondir. Tirbandli Turonzodaman. Ozodaman, men nasli Timurzodaman. Timuricha ulgurmasam qanday ozodlik todaman. Qoldim ulusdan ayri men, bo'ldim diyorimdan uzoq. Ovora yurganman qarang, sendek manu shabbodaman. O'qiysiz? 4-sinf. 4-sinfda? Bu yil 5-sinf bo'ldi. Bu yil 5-sinfda o'qiysiz, ha? Nechinchi sinfgacha o'qiysiz bu yerda? Bu yerda 9-sinf. 9-sinf. Undan keyin nima qilasiz? Undan keyin Oydin ketaman. Oydinda o'qiysiz. Ayda o'rganib oldiga boradi. Bu boshlang'ichmi? Bu boshlang'ich maktabda? Bu Oydin, bu ikkalasi, bu ham birodar desam sizga degan yagona nomi nishoni bu oq yo'lda qo'ygan, mana o'sha Arjuman dediki, iftixor qilamiz biz mana shunday javolarga katta qilishda bir maktabda ijod degan. Gaplashamiz buni. Inshaalloh. Xo'p, ismingiz nima dedingiz? Farzod Umariy. Farzod Umariy. Sizlarda ism juda uzun ekanda, eslab qololmayapman. 1 kilometr ism qo'yarkansizlar. Familiyasi Umariy. Farzod. ismi Farzod. Farzod, ha, bo'ldi, Farzod. Bizda buni ism yo'q. Katta bo'lganingizda kim bo'lmoqchisiz? Doktor. Nimaga doktorlikka qiziqyapsiz? Doktorlikka millatimga ko'mak uchun. Yo'q, millatga ko'mak uchunmi? Bu qanaqa do'ppi bu? O'zbeklarda to'q. To'g'ri qo'yingchi, mana buni qo'yingchi. O'zbeklar do'ppisimi bu? Voy. Mana qaranglar, o'zbeklarning do'ppisi ekan bu. Qo'l, men bu mana bu san'atlardan biri. Mana bu ustingizdagi kiyim bor-ku, men bu Afg'onistondagi milliy nima deb o'ylabman, bu o'zbeklarniki, to'g'rimi? O'zimizniki. O'zbeklarning milliy choponida. Afg'on o'zbeklarning milliy choponi shunaqa bo'ladi. Buni kiyganda Afg'onistonda o'zbek deb taniladilar. Boshqa. Shunday. Bularniki ham xuddi shunday. Bularniki ham shunday. Ismingiz, o'zingiz yoshingiz ayting. Safiyullo. Safullo, necha yoshsiz? 12 yosh. 12 yosh, nechinchi sinfdasiz? 7-chi bo'ldi bu yil. 7-sinfdasiz. Necha yoshgacha o'qiysiz bu yerda endi? Bo'ldi. To sinfi nogacha o'qiymiz aka bo'ldi. Nimaga qiziqasiz? Maktabdan keyin nimalar bilan shug'ullanasiz? Hech kurs ketamiz, shu darslarimizni ijro beramiz. Qanaqa kurs o'qiysiz bu yerda? Kurs sho'rga ingliz va riyoziy o'qiymiz. Inglizini bilasizmi? Inglizini kam bilamiz. Nima gapirib bera olasiz? Ingliz tilida ismingizni, yoshingizni ayta olasizmi? Aytingchi. In the name of kind Allah. My name is Safiyullah, my father name is Khalif Abdullah, my last name is Rasikh. I live in Faryab province. I have 2 sisters and 1 brother. My father is a driver and my mother is a teacher. My great ambition is the development and reconstruction of Afghanistan. Men otim Ahmad Jovid Yaqin, muassis maktabi Oqiyul Yaqin. Yana bizlarning 9 maktabimiz bor. Sohiy Faryab tumaniga, shahriga 9-lamchi maktabimiz bor. Bu sizga tashrif ketiribsiz. Maktabi xususiy Oqiyul Yaqin markaziy yana 1-sinf maktabimizda maktabiga kelgansiz. Alhamdulillah bizlar 146 kormand 9 maktabga talabalarimiz 1000dan oshar bo'lga bor. Bunga taqriban 800 dan osha talabasi bor. Mana shu maktabda 800 ta talaba o'qiydimi? Mana shu maktabda. Bu keyingan bor, o'rgan boramiz, o'rgan bu 1-sinfdan 3-lamchi sinfigacha bo'lga o'qiydi. Bu yer boshlang'ich maktab. 4-lamchi maktab, 4-lamchi sinflariga vaqqa u yoqqa bizlarning nimamiz bor. Yana sinf qonlarga kirib ko'rsak bo'ladimi? Ko'rsata olasizmi? Sinflarga bo'la oladi. Ko'ra olsangiz mana burga sinflar, burga shogirdlar yo'q. Burga shogirdlar yo'q. Burası ruhsat günü bali. Bu sinflarning hammasi tajhizot, televizorlar bor, LCD'lar bor, imkoniyatlar bor. Necha kun dam olishadi bir haftada talabalar? Talabalar zimiston oyiga, sovuq oylariga 5 kun, haftaga 5 kundi. Yana issiq oylariga bir haftaga 6 kun o'qitiladi burga. Tushunarli. Demak, hozir bitta sinfda nechta talaba o'qiydi? Bir sinfga 23 ham bor, 24 ham bor, 21 sinf ham bor. Sinflar muxtalif va ta'dodi talabani ziyod qilmaymiz, ko'p qilmaymiz. Kam bo'lsin, yana o'qituvchilar yaxshiroq inshaalloh natija olsin. Bitta o'quvchidan qancha pul olinadi?
bitta o'quvchidan bizlar muxtalifan o'rga olamiz. Ya'ni g'ariblardan, ya'ni muhtojlardan kamroq olamiz. Burga ro'yagon o'qitamiz. Pul olmaymiz ulardan, yatimlardan, otasi o'lganlardan, onasi o'lganlardan, bulardan pul olmaymiz burga. Yana ularning haqqi bor bizlarning ustimizga. Bir talabadan bizlar 1 yil soli ta'limiy 8 oy bo'ladi. 8 oyga bizlar 5000 rupadan 5000 afg'onidan tutib to 10000 12000 afg'onigacha nazar va sinfiga qarab olamiz. Sinf avvaldan, sinf 2 to sinf har qancha sinfi baland ketadi, uni puli ham baland yetadi. Maktabi xususiy Oqil Yaqin. Ya'ni shu maktabning mudirisiz. Men mudiri unosiman. Mudirning yordamchisi. Shundaymi? Muavini deydimi? Shunaqa deb aytiladi. Ustoz, siz vazifalaringiz nimalardan iborat? Nima ish qilasiz bu yerda? Men bu yerga xo'p, birta menman bu yerda mas'ul, birta Omirsoy Muhammad Naimxondilarniki, ikkinchimiz shu maktabda o'ta mas'uliyatini gardanimizga olganmiz. Shogirdlarni barasi qilamiz. Baxshi moliyasini xususan men o'zim teshiltaman, shogirdlardan fiz jamoavalik qilaman, ustozlarni hamkorlik qilaman. Degan mana shu maktabning mas'uliyati shu nimalari bizlarning gardanimizga. Qachondan beri ishlaysiz bu yerda? Shu yil bilan meniki 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri ishlaysiz. Qayerda tahsil olgansiz bundan oldin? Men Pantun Faryobga. Faryob Pantunda qaysi yo'nalish bo'yicha? Iqtisod o'qiganman. Bizga qiziq, ayollar qancha maosh olishlari? Afg'oniga 15000. 15000 afg'oniy olasiz. $250. Bu yetadimi sizni o'z yashashingizga? Bali, bo'ladi, yaxshi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Rahmat, xush kelibsizlar. Ustoz, o'zingizni tanishtirasizmi? Men Muhammad Orif Savosh. Ushbu maktab o'zbek tilini sabaq beruvchisi. Siz o'zbek tilidan dars berasiz. Bu yerda nechta sinflar o'qitiladi? 4-sinf, 5-sinflar shu yerda o'qiydilar. Undan oldingisi 1 va 3-sinflar. Shunday. Mana bu hovli anchayin bir chiroyli, fazlikkina hovli ekan. Mana bu isitish sistemasimi, tizimimi endi bu? Isitadiganmi bu? Mana bu qizil? Yo'q, bu tabiiy suv. Tabiiy suv zaxiradan chiqadi. Yo shahriy suvimiz bor. Unda biron vaqt kesilib qoladi. Suv bo'lmasligi sabab shuni zaxiraga saqlab qoladilar. Tushunarli. Har doim kelmaydi. Bu suvga shaharning suvlari biron vaqt qayt bo'lib qolsa, shundan istifoda qiladilar. Shu suvni saqlab turadigan. Saqlab turadi. Xo'p, mashinalarni so'ramoqchi edim. Nechta mashina xizmat ko'rsatadi bu yerda? Mashinalar tashqaridan ko'p pula boradi. Bu yerda kana ko'zingiz ko'rib turibsiz, 5 ta mashina bu yerda bor. Tashqaridan bor, u Sarakka, boshqalari hozir ish ichiga ketgan tumanlardan ham bolalarni olib kelishadi. Tumanlardan bu yerda maktablar bor o'zi. Shu unvon otida. Oqyo'l yaqin 9-sonini shu yil inshaalloh oshmoqchi. Maymunaning ichida 4 maktab bor, boshqasi Gurzibon tumanida, Sabzpay tumanida, Shirintakob tumanida, Andiqo'y tumanida yangidan qurilgan uy maktab ham. Tushunarli. Ketdik, davom ettiramiz safarimizni. Mana ko'rsatuvlarni ko'rib to'xtabsiz. Bu yozuvlar bolalar uchun ko'p qiziqarli. Ham so'zlar o'rganadilar, ham shu yaxshi payomlar yozilgan bo'ldi. Bu yerda endi sahnami bu yerda maktabda dars beradimi? Mana shu yerda dasturlarni ko'prog'ini shu yerda to'ldiramiz. Bolalar yaxshi yutuq olgan bolalarni bu yerda olqishga olamiz, olqish xat beramiz. O'zimizdan bo'lguncha ularni moddiy, ma'naviy yo'llaymiz. Mana bu yerda mana lineyka bo'lar ekan, tadbirlar o'tkaziladi. Biz lineyka deymiz-ku. Mana shu joyda talabalar o'zlari bayramlar ham bu yerda bo'lsa kerak. Xalq tadbirlar, mahalliy bayramlarimiz ham bor. Ona tili haqida har yilda maktablar ortidan tarona o'qiladi, she'rlar. Bu yerda o'zbek tili haftada necha marta o'qitiladi? 1-sinfdan 6-sinfgacha har haftada 3 soat o'qiymiz. Har hafta 3 soat. 3 soat o'qiymiz. Bu ikkinchi til sifatida, xorijiy til sifatida o'qitiladi, to'g'rimi? Endi o'sha mahalliy tillar deb o'ylaymiz. Bu til taqriban o'sha ko'p o'zbeklar ko'p yashaydigan viloyatlarda shu shakl pesh ketadi. Taqriban Qunduz, Samarqand, Taxor, Sariqul, Javzjon, Balx, Faryob, Herot 9 viloyat Afg'oniston shimoliy mavqeida o'zbek tili o'sha 14 yil oldin rasmiy til deb tonitildi. Hukumat tomonidan 6-sinfgacha kitoblar bosilib chiqdi. Keyin shu dastur ezidan 9-sinfgacha kitoblar bosilib chiqqan, u bolalarga tarqatilgan. Uncha qadar kitobimiz ko'p ham emas, kamchiligini sezamiz. Lekin
11, 12 va 10-sinf kitobimiz aslo yo'qdi. Uni bozorlardan kopiy qilib oladilar. Ustoz necha yildan beri dars beryapsiz bu yerda? Men ham bu yerda dars beraman, ham davlatli maktablarda dars beraman. Taqriban 16 yil bo'ladi-ki men bir o'qituvchiman. O'zbek tilidan dars berasiz 16 O'zbek yildan tilini beri. chiqqanman, o'zbek tilini 16-sinfgacha lisons bo'yicha o'qiganman. Masalan, shunday ma'lumotlarimiz ham borki, taqriban 40 yil xizmat qiladi, hukumat tomonidan bu taqovatga sabab beriladi. Ya'ni adabmudiki ishdan bo'shatiladi. U boshqa ish qila olmaydi. Keyin uningcha kuchi yetmaydiki, pul yo mato topib do'kondorlik qilsa, bir mushaqqat bilan hayot kechiradi. Dar haqiqat, ya'ni sizga aytsamki, ko'p kam mehrtarin mardim, ko'p mazlumtarin mardim o'qituvchilar hisoblanadi. Rahmat.